Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolisi Armalan originalni ishlatamiz. Mana QR kodlari bor. Qaysi shaharda chiqarilgan, hamma normativlari yozilgan mana. Qaysi shaharda chiqarilgan, necha foizli. Armalanning tozasi Dubay deyishadi. Laminatsiya kelsak, mana laminatsiyamizni Carbins, matovisdan ishlatamiz. Bor yo'liga bilinmaydi. Apshifga yechiladigan mashinalar bo'lsa, shumkasi ham ichida, stoykalarga qora material, qora bronli plyonka ishlatamiz. Sonsiz zachtamiz Aircool nomlanadi. Juda ham yaxshi ishlashi. Bu aftermarket anaqa quyosh qaytaradi. Quyoshdan himoyalaydi. Gaydan o'tadi. Mana shu kondyor yoqasiz. Все. Ketaverasiz. Umuman tarp etgan qizimaydi, qo'lni ham chimchilamaydi. Achishmaydi. Bilasiz, quyosh yomon qilib tashlaydi-yu, narsa taqib olishadi-yu. Bundan keyin taqmaysiz. Mana shunday ketaverasiz. Nima deydi? Labovoydan tarpetga qizimagandan keyin, patrubkalar qizimagandan keyin bemalol konditsioner o'zini freonini anaqasini ishlata oladi. Illu havo chiqmaydi уже. Labovoy bilan ikkita yog'oynaga bo'ladi bu. Malibu 2 Equinoxlardan ham o'tadi. Gaydan o'tadi. Xotiromanglar ishimizga javob sifatli qilib beramiz, xudo xolasa.